Agarda lekin spermada masalan sarg'ish yoki yashil rangda holatda yoki ayrim bemorlarda jigar rang, qizg'ish holatdagi sperma chiqadigan bo'lsa, bu normal holat hisoblanmaydi. Ya'ni bu yerda erkak kishi uchun o'ta yomon kasalliklar mavjud bo'lishi mumkin. Video davomida hozir shu spermani rangida qanaqa kasalliklarni aniqlab olish mumkinligini aytib beraman. Demak, birinchisi qizil sperma. Agarda spermangizni chiqarganingizga e'tibor bersangiz, uning rangi qizil bo'lsa yoki jigarrang aralashgan bo'laklar mavjud bo'lsa, bilingki spermada qon mavjud va spermadagi qon aynan qip-qizil yoki agar u turib qolgan qon bo'lsa, juda ham o'sha jigarrang to'qroq holatda chiqadi. Qaysi kasalliklarda spermada qon chiqishi mumkin? E'tibor bering. Agarda siygan paytingizda siydik rangi ham qizg'ish bo'ladigan bo'lsa, demak, bu yerda qonashning sababi siydik yo'lidan bo'lishi mumkin. Lekin siydik tiniq bo'lib, faqat sperma chiqqanda rangi qizg'ish, qizil rangda bo'ladigan bo'lsa, demak bu aynan prostata, urug' pufakchalari, ya'ni urug' keladigan yo'lni muammosi hisoblanadi. Chunki urug' chiqadigan yo'l bilan siydik chiqadigan yo'l umuman boshqa sistema, faqatgina tashqariga chiqarib berish qismida ular bir-biri bilan qo'shiladi. Demak, qizil sperma. Agarda spermani rangi qizg'ish chiqadigan bo'lsa, birinchi o'rinda har doim aytaman, bu ozroq qo'rqinchli diagnoz. Siydik yo'llari tuberkulyozini inkor etish kerak. Sababi spermasini rangi jigarrang qizg'ish chiqqan 3 ta bemordan bittasida kamida praktikam davomida tuberkulyoz tasdiqlangan. Masalan, hatto 2 hafta oldin murojaat etgan bitta bemorda spermasini rangi qizil edi. Tekshirib ko'rdik, hech qanaqa onkologik kasalliklar, boshqa muammolar aniqlanmadi. Tuberkulyozni aniqlagan paytimizda spermasidan tuberkulyoz aniqlandi. Tuberkulyoz o'zi nima? Ko'pchilik uni o'pka kasalligi deb tushunadi, lekin afsuski tuberkulyoz hatto ichaklarda ham, suyaklarda ham va hatto siydik yo'lida ham juda ham keng tarqalgan kasalliklardan biri hisoblanadi. Aynan hozirgi kunlarda aynan tuberkulyoz infeksiyasida bemorda tez-tez siyishlar uzoq vaqtdan beri, bundan tashqari sperma chiqqandagi achishlar, sperma rangidagi o'zgarishlar bo'ladi va oddiy topshiradigan laborator analizlariz buni aniqlab bera olmaydi. Afsuski bunaqa bemorlarda ko'pincha holatda tuberkulyozga borib tekshirishadi, bitta o'pkani rentgen qilishadi, bo'ldi, hech narsa yo'q ekan deb qaytishadi. Lekin buni 100% aniqlab beradigan narsa siydik yoki spermadan PCR analizi orqali inkor qilinishi kerak bo'ladi. Demak, siydik yo'llari tuberkulyozini inkor qilish kerak qizil sperma chiqqanda. Ikkinchisi, IPP ayoldan o'tadigan infeksiyalar. Masalan, praktikam davomida xlamidия, gonoreyani og'ir holatlari, mikoplazma genitalium, sitomegalovirus, gerpes va hokazo turli xildagi infeksiya viruslar hisobidan ham spermada ipir-ipir qizil holatlar chiqadi. Lekin tuberkulyozdagi qizg'ish chiqqan sperma bilan buni farqi, tuberkulyozda qizg'ish chiqqan sperma doimiy qizil chiqaveradi. Bunda esa bir orada sperma qizil bo'lib chiqadi, ikkinchi marta chiqarib ko'rgan paytda o'zidan o'zi toza bo'lib qoladi. Uchinchisi, qon kasalliklari deymiz. Ya'ni bizada tanamizda qonni ivishini boshqaradigan tizim mavjud hisoblanadi. Masalan, qo'lingizni biror joyi kesiladigan bo'lsa faraz qiling, u o'zidan o'zi kesilgan joy yara hosil qilib to'xtaydi. Ya'ni bu vazifani bajaradigan trombotsitlar mavjud hisoblanadi. Ya'ni qon ivish faktorlari ham qo'shimcha bor bularga. Agarda shu qonni ivishini boshqaradigan tizimda muammo bo'lsa, demak spermada qon aralash chiqishi mumkin. Lekin bunaqa bemorlarda spermadan tashqari burun qonashi yoki teridagi ko'karish kabi holatlar ham kuzatilishi kerak. Bundan tashqari onkologik kasalliklarda, prostata onkologiyasida, prostatadan tashqari teparoqda strukturada joylashgan urug' pufakchalari onkologiyasida, tuxumlardagi onkologik kasalliklarda va bundan tashqari tuxumlarda oraliq sohada urilgan jarohatlar hisobidan ham spermada qon bilan chiqishi mumkin. Ayrim bemorlarda o'ta katta qon bosimi yoki qon suyultiruvchi preparatlarni, ya'ni qon suyuq qiladigan dorilarni noto'g'ri ichish natijasida ham spermada qizil bo'lib paydo bo'lishi mumkin va ayrim holatlarda prostatadagi toshlar hisobidan, poliplar hisobidan ham va hokazo paydo bo'lishi mumkin. Endi sperma sariq chiqishiga sabab nima? Nima uchun sarg'ishroq sperma chiqadi? Birinchidan,
yeydigan mahsulotlarimiz agarda sariq pigmentga boy bo'ladigan bo'lsa, bu spermani biroz sarg'aytirishi mumkin. Zastoy deb qo'yilgan, ya'ni uzoq vaqtdan beri agar sperma chiqarilmagan bo'lsa, uni rangi sarg'ishroq bo'lishi mumkin. Ayollardan o'tadigan infeksiyalar yuqorida sanab o'tganimiz faqatgina qon holatini chaqirmaydi va ya'ni spermani sariq holatini ham yuzaga keltirishi mumkin va oddiy prostatit kasalliklarida yoki vezikulit urug' pufakchalarni yallig'lanishi, urug' chiqadigan yo'llarni yallig'lanish, oddiy shamollash holatlarida ham sariq chiqishi mumkin. Qachon birozgina yashil, sariq aralash chiqadi. Bu asosan ko'pincha ayoldan yuqadigan infeksiyalar, trixomonada, gonoreya, xlamidiya, mikoplazma genitalium kabi infeksiyalarda xuddi mana shunaqa yashil, sarg'ish aralash sperma chiqishi mumkin. Demak, albatta erkak kishining spermasi uni sog'lomligini bitta belgisi hisoblanadi. Shuning uchun ham har bir erkak kishi uni rangiga e'tibor berishi kerak. Agarda uning rangida o'zgarish bo'lsa, albatta darhol urolog shifokor bilan maslahatlashib, uni sababini aniqlab, unga yechim qilish zarur hisoblanadi. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, bu videomiz sizlar uchun foydali bo'ldi degan umiddamiz. Videomizni tarqatib qo'yib, kanalimizda rivoji uchun o'zingizning hissangizni qo'shishni so'raymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.